Juda ko'pchilikni qiziqtirgan savol. Uyqudan oldin ovqatlanish foydalimi yoki zararli? Albatta zararli. Agar siz yotishdan oldin ko'p hamda yog'li ovqat iste'mol qilsangiz, bu uyqu sifatini yomonlashishiga olib keladi. Sababi, uyqu vaqtida organizm dam olishi kerak. Lekin ovqatni hazm qilish uchun oshqozon ichak faollashishga majbur bo'ladi. Bu esa parasimpatik nerv tizimini zo'riqtiradi. Organizmda energiya taqsimoti keskin buziladi. Tana ovqatni hazm qilish uchun juda ko'p energiya sarflaydi. Natijada boshqa organlarni energiya bilan ta'minlanishi yomonlashadi. Ovqat tufayli qondagi insulin miqdori ko'tariladi. Oqibatda uyqu gormoni bo'lmish melatonin sintezi keskin kamayadi. Natijada chuqur uyqu holatiga organizm o'ta olmaydi. Shu sababli tez uyqu buziladi hamda charchagan holatda uyg'onasiz. Agar sizda shunday holatlar bo'lishini xohlamasangiz, uyqudan kamida 3-4 soat oldin ovqatlanishni to'xtating. Salomat bo'ling.